Assalomu alaykum YouTube, Instagram kuzatuvchilari. 2010-yilda kichkina o'g'lim bo'lgan, bitta o'g'lim bor, 3 ta qizim bor. O'sha o'g'limni to'yini qilganman, xatna to'yini. O'sha mahalla 2010-yilda bitta xo'ramxo'r qirg'iz bo'ynimga $15,000 ilmoqchi bo'lgan. Hunarim yaxshiligi uchun meni ushlab qolish maqsadida shu ishni qilgan. O'sha mahalla ozgina mazam qochib qolganda, mana Gagarin chorrahasini ko'ryapsizmi? Mana Gagarin chorrahasi, svetofor. Mana shu yerda mana taqsir akam borlar, mana dam soladilar. Men uyga kirganman 2010-yilda. Mashxonadan kirganman. Mariya uy ham o'zlarining uylari bo'lsa kerak. Men shu uyga kirganimda mana shu aynetda dam solganlar, Allohning kalomini o'qib, menga katta xo'roz olib kelasan deganlar. Xo'roz olib kelganman. Qonini tovonimga tegizib, Allohning kalomini o'qib dam solganlar. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Alloh kalomi tuzatadi ancha-muncha kasal jinnini ham. O'sha mahalla qorakam aytdilar menga, amakimni qizini olganman qoraka desam, shunda aytganlarki, amaki qarindoshni olsa bolalari yo nogiron yo jinni bo'ladi deganlar. Alhamdulillah, Xudoga shukr, mana qizlarim hammasi alhamdulillah. Kattasi 30 borani o'qidi, alhamdulillah, Xudoga shukr, xatm qildi. Menga ham o'qib, menga ham bag'ishladi. Mana o'g'lim ham alhamdulillah 5 mahal namozini o'qiydi. Qolgan kichkina qizlarim ham 5 mahal namozidan paydan Qur'on o'qishadi, alhamdulillah, Xudoga shukr. Soppa-sog', alhamdulillah. Qorakam nimaga menga o'shanda shunaqa degan ekanlar. Men o'shanga o'ylanaveraman-da hali ham. Shu jinni deyishyapti, mana o'sha paytda ham jinni deyishadi. Dam soldirashga borib o'nalasan deyishadi. O'shanda katta xo'roz olib kelib, o'sha yerda so'yib, qonini oyog'imga tegizib, Allohning kalomini o'qib duo qilganlar, namozga egib berganlar. Rahmat qorakamga. Sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Shu savol qiynaveradi meni, nimaga amakimni qizini olganman, bolalaring jinni bo'ladi yo nogiron bo'ladi degan savollar qiynaveradi. O'shanda mana alhamdulillah hammasi soppa-sog'. Nima sababki? Yolg'ondan ham shunaqa qilib xo'roz olib kelib foydalansa bo'ladimi? Dam soldirayotganlar, uylanib boringlar, xatga borsalaringlar. Xo'roz olib kelvering, qo'y olib kelvering desa olib borib beravermaylar menga o'xshab. O'sha mahalla ancha ommaroq bo'lgan ekanman. Endi ko'zim ochildi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kuzatinglar, chiqamiz yana. Nohaqliklarga chidamayapmiz.